Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan hurmatli aka-ukalar, mana xudo xolisa keyingi zakaslarimizni ham o'rnatdik. Bu zakasimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani Kulla qishlog'iga, shu Kulla dehqon bozorini orqa tomoniga o'rnatdik mana xudo xolisa. Bugungi sanamiz 21-aprel, hafta kuniga seshanba 2026-yil. Kanalimizga yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolisa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun layklarni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu eshik derazalarimizni kelsak, bu eshik romlarimiz 4 ta rom, xo'p 3 ta eshik qilingan. Xudo xolisa bu yerga mana hozir hammasini yaqinroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda romlarimiz razmerlarni ham ko'pchilik so'rashyapti. Razmerlarimiz romimizni 1.23 ga 1.40 razmerda qilingan. Eshiklarimiz holatlari. Ochilib yopishlari. Litox. Litox xolasa. Rezinkalari qo'yilgan, mana samoylari original. Eshigimiz mana gulxo'y holatda bo'lgan, ko'proq maytini oynak qilardik. Hozir zakasimiz gulxo'y holatda bo'lgan, yopiq holatda. Hop, mana keyingi eshigimiz. Bunisi bivay deydimi? Mana unda ochilib yopilishlariga xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib, boshqa qilib berganmiz. Safarda musofir degan aka-ukalarga ham bemalol podlista qilib borasizlar. Bu akamiz ham musofirdan kuzatib, boshqa qilib bizga zakaz bergan. Xudo xolasa o'zini ham videosini bir ko'rsatamiz, xudo xolasa. Egalari ham xursand. Romlarimiz shu razmerda o'rtadan ochiladi. Bu eshigimiz mana 2 qanotli eshik. 1.20 ga 2.25 razmerda bo'lgan. Mana buning holati. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Aynalarni oq ayna qilib berganmiz, ichkariga yorug' bo'lib tursin degan maqsadda. Hop, germetiklangan. Xudo xolasa ham chiroyli holatda, mana narishni, karniz hamma yo'g'i bor. Nomerlarimizni aytib o'tamiz. Nomerlarimiz 90 763 12 61. Telegram, WhatsApp, xudo xolasa imo ham bor. Musofirda yurganlar bemalol Telegram, WhatsApp orqali murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalarimiz bor. Voha tomonlarga ham xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beryapmiz, jo'natib beryapmiz. Hammanglar sog' salomat bo'lasizlar, xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar.